Bu imzo bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Dada. O'g'lim, amaking bilan gaplashyapmiz. Nimaga gap qo'shyapsan? Ikkita katta odam gaplashayotganda yosh bolalar gap qo'shmaydi. Men senga shunaqa tarbiya berganmanmi? Yo'q. Gapir, nima demoqchi eding? Jismoniy tarbiya darsimga oyoq kiyim kerak edi. O'shanga olib berasizmi demoqchi edim. Hozir pulim yo'q. Pulim bo'lganda olasan. Ha, bo'ladi, dadajon. Alo, dadajon. Labay o'g'lim. Biz sening bilan maktabdan chiqdik. Ishxonangizga o'tiraylikmi? Kelaylik bo'lam. Xo'p. Rahmat amaki. Mayli bolam, yo'ldan ehtiyot bo'lib o'tinglar. Senga mazada. Farzandlaring maktabi ishxonangni oldida. Yo'q, o'rayam bo'lmaysan. Assalomu alaykum dadajon. Assalomu alaykum amachiqajon. Va alaykum assalom. Kelinglarchi? Va alaykum assalom bolalar. Yaxshimisizlar? Mayli, mashinaga turinglar. Dadajon, Ha, qizim. bir hafta oldin ko'ylak olib bering degandim. Shunga olib bera olasizmi? Hozir pulim yo'q. Kundan keyin olib beraman. Xo'p. Nima qarasan puling yo'q? Bu? Nimaga aytgan narsasini olib bermayapsan, zo'riqtiryapsan farzandlaring? Yo'q, endi haligi Men masalan bolalarning o'zidan chiqqan narsasini olib beraman. Zo'riqmasin deyman, kam bo'lmasin deyman. xato qilasan. Sabab men o'zim zo'riqib o'sganman. Xohlagan paytim xohlagan narsani ola olmaganman. Farzandlarim bir narsaga zo'riqmasin deyman. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da. Nima ekan? Sabr. Yosh bolaga sabr o'rgatmasdan qo'ysinchi. Agar u shu saboq bilan yashasa, kelajakda baxtli bo'ladi. Hozir og'zidan chiqqan hamma narsani olib bersam, qizimni ham kelajakda turmushga chiqishi bor. Yerni esa og'zidan chiqqandan olib beradigan darajada sharoiti bo'lmasligi mumkin. Keyin nima bo'ladi? Urush bo'ladi. Hozir nima ko'p? Ajralish ko'p. Men esa qizimni, bolalarimni sabr qilishga o'rgatyapman. Agar hozirdan yo'qchilikka qanoat qilib yashashni o'rgatsam, ertaga erini tushunadigan soliha ayol bo'lib yetishadi. Ularni birinchi so'raganda ko'zlaridagi hirsini ko'rganingda edi. Nafs alangasi yonib turardi. Hozir esa unchalik emas. 1-2-3 kun o'tsin, o'ziga kelib qoladi. Keyin bemalol olib berib